Bildingizmi? Bu moshennik. 2200 dollar to'laysan, 15000 dollar hisobingda pul yig'ilgan, yechib beraman deyapti ekan. Siz bu insonni ko'rmagansiz, to'g'rimi bu insonni? Xon aka, sizni juda ham chiroyli aldayapti bu. Мои лица не использовали. И через это хотели привлечь людей. У меня вопрос. Если у вас все честно, законно ваша деятельность, почему ваша компания использует мои фото и видео в качестве рекламы? Без моего соглашения. Ваша компания как называется, чтобы мы могли найти? Так, а вообще, почему я вам должен отвечать на эти вопросы? Вы помните, когда я вам свои 2000 пересылал на счет? Вы помните, я вас просил, объяснял вам, что это нельзя никому рассказывать? Мошенники, бессовестные. Оставьте простых людей в покое. Мошенник. Bildingizmi? Bu moshennik shuncha vaqtdan beri sizni aldab keldi. Pulingizni oldi, siz yana unga pul bermoqchisiz. Siz o'zingiz aldanishni xohlayapsiz-da. Anton Moshennikov, не клади трубку. Я тебя найду. Odamlar aloqani uzish iloji bormi? Pul o'tkazmagan nega tushunmaysiz jon aka? Qani buni hatto surati yo'q-ku jon aka, nega unday qilasiz? Aldanishni ko'proq o'zingiz qarzga botishni xohlayotgan odam ekansiz. Foydasi yo'q ekan sizdan. Yozishavering. Bo'lmasam o'chiring, ko'zim oldida o'chiring. Удалить qilib tashlaymi? Mana yozyapti, o'chirib tashladik, yana yozyapti. Вы все узбеки крысы deyapti, ya'ni hamma o'zbeksan. Anaqa krisasan deyapti. Eng yaxshi yo'li bunaqa odam bilan blokka tiqib, umuman Telegramdan o'chirib tashlash bunaqa odamlar. Shunda qutulasiz. Bo'lmasam har xil yo'l bilan manipulyatsiya qilib, senga qarz olib berdim, pul tikdim, bu yoq bu yoq deb aldab, sizni ko'ngilchanligingizdan foydalanib pul yechadi bular. Mana hozir ham xuddi shu ishni qilyapti. Pul yechmoqchi maqsad. Odil aka unga ishonib o'tiribdi. Bunaqa bo'lmanglar, iltimos.